Bilmaram o'zi yo'qmi? Aslida Mayli, unaqa qilsa. qo'yib qo'yaverasiz. Berib ketaveramiz, baribir shu. Yo'q-ku. Alaykum, yaxshilarmi? Alaykum. Adaysan, yaxshisan? Yaxshi turibsizlarmi? Mana jiya. Qara. Gulnoraga keling. Gulnoraga bitta saxiy inson ihson qildi. Allariga ko'paysin, shu barakasini bersin. Allohning orzu havosini ko'rsin. Xudo xolasa ko'payib qorga yarasin. Ramazon oyida qo'ylar ihson qiladi, shu ihsonlarni qabul qilasizlar-da. Yaxshi kunlar ishlatinglar. Alloh taolo duolarimizni qabul qilgin, gunohlarimizni mag'firat qilgin. Mana bu Ramazon oylarida qilinayotgan ihsonlarni o'zing dargohingga qabul maqbul chorvadorlarimizga, dehqonlarimizga, tijoratchilarimizning barchasini tijoratlariga baraka bergin. Ular qatorida mana shu ihson qilgan birodarimizga ham ishlariga rivoj berib, chorvalarga baraka berib, xonadonlarga yaxshi kunlar bo'lishini nasib qilsin. Mana bu xonadonga ham yaxshi kunlar bo'lsin, to'y tomoshalar bo'lsin, farzandlarining orzu havosini ko'rishni Alloh nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizni boshqarib turgan muhtaram prezidentimizning boshlari og'rimasin. Yuzlari yorug', martabalari bundan ham baland bo'lib, yurt kelajagi, millat kelajagi uchun qilayotgan ishlarda Alloh taolo madadkor bo'lsin. Alloh taolo ularning yuzlarini yorug' qilib bo'lishini nasib qilsin. Bi rahmatika ya rahmat. Yaxshi kunlar ishlatinglar, charchamanglar.